Alo. 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 Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapiraver. Boy Yusuf akamni ko'rib qoldim. Qayoqda ko'rib qolding? Oyimni doktorga olib boruvdim. Yusuf aka ham borgan ekanlar. Ha. Nima dedilar? Yusuf aka indamadilarmi? Yo'q, yaxshimisan dedilar. U bu yordam kerak bo'lsa telefon qil dedilar. Qizlari ham bor ekan, opa. Ha, bor. Doktor nima dedi oyimga? Yana dori yozib berdi. Endi olaman. Qimmat ekan dorilar, opa. Puling yetadimi? Bilmasam, hozir endi pastdagi aptekaga boraman, o'sha yerda arzon dorilari. Puling yetmasa aytgan, yuboraman. Keyin doktorlar bilan gaplashib chiqqunimcha, opa, oyim chiqib ketib qoptilar. Yusuf aka topib olib kelib berdilar. Voy, qaramaysanmi yaxshilab? Endi qattan bilib o'tirib turarlar deb o'ylayman. Oyimni hech qayerga chiqarmagan. Xo'p, chiqarmayman. Chiqib ketmayaptilarmi ko'chaga? Yo'q, chiqmayaptilar. Faqat maktabdaligimda bir chiqib ketyaptilar. Qolgan paytlari Nasib akani ham qarab turibdilar. Xotiramang, hammasi yaxshi. Ha. Ehtiyot bo'lgin-de. Xavotiramang, opa. Rayhon, senga ishonganman, bilasan-a oyimni? Bilaman, opa. Bo'pti, bu narsa kerak bo'lsa yetarsan. Xo'p, opa. Xo'p, mayli, charchama. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Rayhon Yusuf akamni ko'rib qopti. Oyimni doktorga olib borgan ekan, ko'rib qopti. Qara-ya. Shu Yusuf aka olib bergan kostyumingni kiysang, darrov Yusuf akandan xabar keladi. Havasing kelyaptimi? Va rashk qilyapman. Qara-ya.